Assalomu alaykum hurmatli stomatologlar. Hozirgi videomizda ushbu ko'rib turgan Cell100 upakovka mashinkasini qanaqa qilib ochiladi, qanaqa qilib yig'iladi, hamma narsasini batafsil tushuntirib beramiz va bunaqa upakovka qilishgacha sizlarga 100% tushuntirib berishga harakat qilamiz. Videoni kuzatib boringlar. Cell100 upakovka mashinkasini ochishni boshlaymiz. Bu mozaika bo'ladi. Buni ketma-ket, akkurat, sekin yiqish kerak. Birinchi ko'rsatilgan narsamiz mana bu kitobi. Kitobchasida bunaqa qanaqa yig'ish kerak, nimalari chiqadi, hamma informatsiya, ma'lumotlari mavjud. Komplektatsiyada ko'rib turgan narsalar chiqadi. Endi kira paket chiqmaydi. Bularni o'rnatish uchun bizga bitta atvertka kerak bo'ladi. Xolisali plus, xolisali minus. Ketma-ketlikda mozaika qilib yig'ishni boshlaymiz. Demak, muhim element hisoblangan bo'ti, miyasi hamma joyi hamitadan ikkita joyini old tarafidagi kiyg'izib qo'yiladi. Kiyg'izib qo'yildi. Endi mana bunisiga keladigan bo'lsak, mana bunisi bu tarafiga qo'yiladi. Mana demak, bunisi qo'yiladi. Endi qolganlarini yaxshigina yig'ishimiz kerak. Demak, e'tibor berishimiz kerak. Mana bu ikkita narsasini mana bu yoqqa qo'yiladi. Bir xil adashib, xuddi shuni mana bunaqachasi qo'yib qo'yadi. O'shanda kichkinalik qilib qoladi. Ham orasidagi masofa kichkinalik qilib qoladi. E'tibor beringlar, mana bu yerda chiqqan joyi tashqari tarafga qarab turishi kerak. Mana shundoq qotirishimiz kerak. Bu qotirishdan oldin orasidagi o'rnatiladigan temirlarni, mana bu yerdagi temirlarni o'rnatib olamiz. Mana bu narsasi lezvasi, o'zining lezvasi bo'ladi. Bu zaxira sifatida komplektga qo'shib yuborilgan. Endi mana bu narsasi bo'lsa, o'sha lezvasini kesadigan narsasi mana bu yerga bu narsa qo'yiladi. Burab qo'yiladi. Bu o'zini kesib beradigan narsa. Endi bu yerda mana shestigranli old tarafli kuluch va boltlari joylashgan. Buni hozir sekin yig'amiz. Bunday holatda bo'lsa. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bunaqa temirdan ikkita chiqadi, qalindan ikkita chiqadi. Yupqasidan ikkita chiqadi. Ikkita qalin tepasiga, ikkita yupqasi mana bu yerga joylashtiriladi. Endi ko'rib turganingizdek, to'rttasini taxlab oldik. Endi ikkinchi tarafini qo'yishimizdan oldin mana bu komplektatsiyasida mana bunaqa kira paketi yurg'izish uchun qulay bo'ladigan nima desa bo'ladi? Dumaloq plastmassalarni ichiga qo'yib chiqishimiz kerak. Hammasiga bir xil qo'yib chiqishimiz kerak. Misol uchun 8 ta bo'tda bo'lsa, 8 ta bo'tda bo'lishi kerak. 8 ta bo'tda, 8 ta bo'tda qilib taxlab chiqishimiz kerak. Mana ko'rganinglardek, hammasini qo'yib chiqdik. Mana endi ikkinchi tarafini qo'ya olamiz. O'zini kuruchida yaxshilab qotirib olamiz.
yaxshilab qotirib bo'lganimizdan keyin mana shu yoqqa qo'ygan holatda mana o'zini teshigi bor. O'shanga moslab turib o'rnatib olamiz. %99 upakovka mashinkamiz tayyor bo'ldi o'rtoqlar. Endi komplektatsiyasida mana bunaqa narsasi chiqadi. Uzun metallический narsa. Bu nima deydigan bo'lsanglar, agar siz kraft paket ishlatayotganda, misol uchun maydasini ishlatyapsiz, misol uchun 55 mm ni ishlatayotgan bo'lsangiz, buni oraga o'ynab ketib qolmaslik uchun stop qilib qo'ymoqchi bo'lsangiz, shuni olasiz, qo'yasiz. Qo'yganingizdan keyin mana bunday qilgan holatda buni qotirib qo'yasiz. Bu yoqqa o'tib ketmaydi. Bu yoqqa misol uchun o'zingiz kerakli bo'lgan boshqa 150 talikmi, 200 talikmi kraft paket joylashtirib turib, uni ham stok qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu xuddi shu narsani vazifasini bajarib beradi. Ammo aylanadigan narsalari bo'lsa, kraft paketni mana bunaqa aylantirib berish uchun xizmat qiladi. Oxirgi qiladigan ishlarimizdan bittasi buni to'kini ulaymiz orqasiga. To'kini ulab olgandan keyin ikkita tarafida sizlarga kerakli bo'lgan xizmat qiladigan knopkalar bor. Bu tarafda rычаг tarafida umumiy upakovkani yoqadigan, upakovka dazmolini yoqadigan rычagi bor, on off. Mana hozir yoqdim. Yashil chiroq yondi. Ikkinchi tarafida bo'ladigan bo'lsa, gradusni o'zingizlarga moslab turib regulirovka qilsanglar bo'ladi. Hozir bizga 4 gradusda bemalol yetadi. Endi buni spirali qizigungacha ham kraft paketni qanaqa joylashtirish kerak ko'rsatib beraman. Demak, kraft paketni qaranglar o'rtoqlar. Maksimalning o'zi bu yoqqa 250 mm, ya'ni 25 sm lik kraft paket ketadi. Buni bunaqa qilgan holatda o'rtasiga tushiriladi. O'rtasiga tushirilganda masalan yaxshilab tortib kraft paketni joylashtirib olgandan keyin o'z orasida bitta joy bor, o'sha yerdan bundoq kirgizib olinadi. Va endi buni upakovka qilamiz. Upakovka qilishimiz uchun instrumentlarni oldik. Dezinfeksiya qilingan instrumentlar bo'lishi kerak, quritilgan, dezinfeksiya qilingan. Joylashtirganimizdan keyin mana bu yerda o'z rычагini tushiramiz. Mana bu yerda joy qolishi kerak albatta, chunki bu tarafini ham yopishtirishimiz kerak bo'ladi. Endi buni tushirganimizdan keyin mana bu lezvas orqali kesiladi. Boriladi. Ko'taramiz. Taxminan 5 sekund vaqt bo'ladi. Endi bu yerda hozir oxirigacha kesilmay qoldi. Bunisini o'rtasiga qo'yganimizda oxirigacha kesiladi. Tashlaymiz. Endi ikkinchi tarafini ham xuddi shunaqa qilib olamiz. Tortamiz. Qizib bo'lgandan keyin o'zi 5 sekund xuddi shunaqa holatda ushlab tursak, bemalol bo'ladi. O'zi ham ovoz chiqazadi, chiqib ketgan. Ovoz chiqazadi. Lezvani kesib olamiz. Demak, o'rtoqlar, ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa maksimalni zo'r yopishtirib berdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu ko'rsanglar bo'ladi. Qattiq tortsanglargina chiqib ketishi mumkin. Bundan foydalanayotganda eng e'tibor beradigan jihatinglar mana shu bo'lishi kerak o'rtoqlar. Umuman esdan chiqib qolishi kerak emas. Misol uchun buni mana bunaqa preslab qo'ydinglar. Mana shunaqa preslagan holatda qolib ketmasin. Sababi ikkita qizib turgan spiral bir-biriga yopishadi. Xuddi shunaqa qolib ketadigan bo'lsa, qizib bu kuyib qolish ehtimoli juda ham katta o'rtoqlar. O'shaning uchun bu narsani ko'tarib qo'yishimiz kerak va bemalol ishlarni tugatib bo'lgandan keyin mashinadan o'chirib qo'yasizlar va tamom.
O'rtoqlar, bugungi videomiz sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Cell 100 upakovka mashinkasini maksimal sizlarga tushuntirib berishga, qanaqa qilib yig'ilishi, qanaqa qilib to'g'ri foydalanishi tushuntirib berishga harakat qildim. Videoga like bosing, obuna bo'ling, obuna bo'lganingizda qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, chunki bunaqa foydali videolar xudo xolasa ko'p chiqadi. Ana o'shanda birinchi bo'lib sizga ma'lumot yetib boradi degan umiddamiz o'rtoqlar. Bu narsani maksimalli o'rtoqlarga jo'natsanglar, tarqatsanglar biz juda ham xursand bo'lardik. Hammaga rahmat.